Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men sizlarga bitta голосовой qo'yib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani ketdik. Bitta ошибка qilib Kia Optima'm bor edi, sotdim. Bilet ballaga qiziqib kitayskiy mashina oldim. Pushaymon yuraman deb onasini imsin. Shunga buni sotaman, picha pul bor edi, bironta koreyskiy mashina oladigan niyatda aytuvdim-da. Bular kitayskiy olib, afsus deydi-ku. Ahmoq bilan bo'lmash kerak. Nima yaptı Rossiya mashinani? Sizlarniki yuradi yo'qda. Koreyaniki-yu nimani mashinalari yuradi yo'q. Chota Xitoyni mashinalari podvet qildi yo'q. Rossiya sovuqqa nimaga. Juda sevib qoldi. Kitobdi-yu, o'tgangidan emas, turib qolgan mashinalar yig'ilib ketgan, chiqarib tashlagani. Uni baribir olsa kerak, endi zavodga qaytarib olib ketmasa kerak Xitoyga-yu. Ammo endi boshqa yoqlarga sotadi. Hozir bir 200 ta chiquvdi, Armeniyaga o'tkazibdi, Armeniyaga otdi. Do'stlar, mana realniy klient bittasi meni yurgan odam kitayskiy mashinadan jalba qilib o'sha men ahmoq bo'ldim olib, tayyor Optima'ni sotib kitayskiy mashina haydagan odam. Ikkinchi odam Kitayda turib mashina jo'natadi. Mashina bilan shug'ullanadigan, mashina yetkazadigan odam mana. Ikkalasi ham kitayskiy mashina bilan shug'ullanadigan odamlar уже bo'lmayapti. Kitayskiy mashina na качество bor, na hozir odamlar уже bilib qoldi deyapti-da. Na samom деле shundoq. Mana bu mashinalar Moskvaning ko'chalarida 10 yildan beri yuribdi mana. Ko'rishlaring mumkin. Nimasi kam kitayskiy mashina? Yaxshilab qaranglar. Menga bir xil aytadi, kitayskiy mashina vidi zo'r, chiroyli chiqqan deb. Bu mashina vahshiy, o zverskiy, derskiy turibdi mashina. Shu mashinadan bilmayman, bir 50 ta 60 ta jo'natdik. 1-2 yil davomiga. Shu mashinadan qo'ymasin. Eng zo'ri K5, koreyskiy K3, Sonata, Palisade, undan tashqari inomarkalar bor Koreyada, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana tayyor inkar plashatkasidagi mashina mana. Объявлениeni tashlab beramiz, klientlarga narxi to'g'ri kelmasa, sразу mana bu yerda auksion variantlarimiz bor mana. Auksion variantini ko'rsatamiz. Mana bunga misol uchun shuni narx aytgan narxlarini qo'yib berib, prozrachniy o'zimiz ko'rsatamiz, narxini palon so'm qo'ydik deb. Mana misol mana shunaqangi K5lar hozir 22 lari проходной Rossiyaga 2 million 200, 2 million 150 mingga rastamoshkalari bilan Vladivostokka полностью подключ qilib beramiz. Absolutni. Kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiraman. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xolasa, bu yilgi sezonga bundan ham arzon, bundan ham zo'r mashinalarni chiqarib berish niyatimiz bor. Video men o'ylaymanki hammaga foydali bo'ldi. Bitta like bosishga arziydi. Bosib yuboring like. Sizdan nima ketibdi? Jigar Hoji aka deydi-yu, anu blogger. Shoni освещениялар yorib yuborgani, обшивкадagi knopkalar, torpedkadagi knopkalar, sensorning hammasi. Qarang, yomoniga yarashib qo'yadi inshaalloh. Sizga bizga hammaga nasib qilsa bitta like bosib